Hech bo'lmasa-chi, birodarlar, sayr qilib qabristonga kiraylik. Eng yaqini shu shaharning ichida. Kiring, qabrlarga bir qarang, ibrat olasiz. Mana avvalgi darslarimizda aytib berdik, bir yigit iymonsiz, dindan uzoq, shu bir xudosiz bo'lib o'tayotganda, ota bolasini iymonsiz ketayotganligini, iymonsiz qolayotganligini o'ylab siqildi va vafoti oldida bir vasiyat qildi. Nima qildi? Bolam, men o'lganimdan keyin meni ko'mib kelib, mana shu xonaga kirib, 40 kun mobaynida yarim soat yoki 20 daqiqa o'tir dedi. Nima qilaman o'tirib dedi? Jim o'tirasan faqat dedi. Hali yigit otasini ko'mib keldi, aytganidek 40 kun mobaynida 20 minutdan o'tirdi. Keyin Allohni topdi, iymonga keldi.